Bugun men juda ham ko'plab ayollarga kerak maslahat bermoqchiman. 3 ta farzandli ona sifatida men qilgan xatoni siz ham qilmasligingiz uchun. Hozir bu 3-farzandim. Meni 3-farzandim mana boshi ideal darajada dumaloq. Ya'ni anatomik jihatdan qanaqa insonning boshi dumaloq bo'lishi kerak bo'lsa, imенно shunaqa. То есть men bu uchun nima qildim? Qanaqa qilib uni boshini tekis dumaloq qilib chiqardim. Shu narsani sizlarga bo'lishmoqchiman. Chunki birinchi farzandimda shuni bilmaganim uchun ham bolamning boshini yassi qilib qo'yganman va uni umuman to'g'rilay olmaganman. Agar sizni bolangiz yaqinda dunyoga kelgan bo'lsa yoki hali kichkina oilada bo'lsa, bu maslahatim albatta sizlarga asqotadi. Hozir sizlarga ko'rsataman nima qilish kerakligini. Demak, birinchi navbatda hali chaqaloq dunyoga kelgan paytda ko'pincha ular bu yoqqa qarab yoki bu yoqqa qarab yotishadi. То есть ular ko'proq uxlashadi, to'g'rimi? Endi shu paytda nima qilish kerak? Birinchi bo'lib bolani boshi, misol uchun orqaga qaratib qo'yaman. Birinchi bo'lib u har doim orqa положениеda yotgan uchun hech qachon boshini mana shunaqangi положениеda ko'p yotqizib qo'ymang. Chunki orqa tarafi mana idealniy dumaloqda mana shunaqa bo'lishi kerak. No, agar ko'p orqaga shunaqa bir xil holatda yotib qolsa, unda boshi yassi bo'lib qoladi. Yokida faqatgina o'ngga yoki chapga mana shunaqa holatda ko'p yotib qolsa, bitta tarafi qiyshayib ketadi. Ya'ni mana shunaqangi holatlarda ko'p yotadi. Agarda u butunlay mana shunaqangi holatda, ya'ni bunaqasiga ko'p yotib qolsa, ikkita yon tarafi yassi bo'lib qoladi va boshi xuddi tuxumga o'xshab cho'zinchoq bo'lib ketadi. Endi bunaqa idealniy chiqishi uchun nima qilishimiz kerak? Misol uchun siz har emizganingizda, deylik, bola yerda yotadimi, beshikda yotadimi, farqi yo'q. Eng asosiysi bolani boshini har taraflamay tez-tez qamirlatib turishga harakat qiling. Hozir meni bolam o'sha katta bo'lgani uchun yotmayapti, no hali chilla paytida bular ko'p uxlaydi. Bular vashi misol uchun uyg'oq payti bir 5 minutdan bo'lishi mumkin. Uxlagan paytida siz bir xil положениеga yotqizib qo'yaversangiz, o'sha bolani boshi deformatsiya bo'lib o'zgarishni boshlaydi. Shuning uchun har doim o'ng chap qilib tez-tez almashtirib turamiz. O'shanda bolani boshi idealniy bo'lib chiqadi. Endi siz o'ylashingiz mumkin, misol uchun meni bolam boshi o'zi qiyshaydi, endi nima qilsam bo'ladi deyishingiz mumkin yoki bo'lmasa siz даже bir xil onalar bor, hali tajribasi yo'qligidan yoki e'tiborsizligidan bolasini boshi qiyshayib yotganini ham bilmaydi. Hattoki men bilaman, birinchi emas, ikkinchi, uchinchi farzandlarini hattoki boshini qiyshaytirib qo'yadigan onalar bo'ladi. No, buni baribir ertaga u go'zalligi bilan, tashqi ko'rinishi bilan bog'liq bo'lgani uchun men misol uchun birinchi o'sha katta o'g'limda hali ham afsuslanaman, uni boshini tekis qila olmadim. Bilganimda o'sha anchagina yoshi katta bo'ldi, ya'ni 6 oylik paytida o'sha men bu narsani xatoligini, boshini tekislash kerakligini bildim, lekin bu nima qilsam ham xullas o'zgartira olmadim. Chunki bolani boshi o'sha 2-3 oylikda anchagina suyaklari qotib bo'ladi va uni siz o'zgartirishingiz ehtimoli juda ham kam. No, chilla paytida hali 40 chiqmasdan oldin ko'p narsani o'zgartirsa bo'ladi. O'shaning uchun agar bolangizni boshini hozir qarab ko'ring va idealniy o'zi anatomik jihatdan to'g'ri bo'lishi, xuddi shunaqa to'g'rimi yoki yo'qmi? O'zi mana orqasida zatilka deyiladi, rus tilida o'sha zatilkasi bormi, yo'qmi? Shu narsani ko'rishingiz kerak va qiyshayotgan bo'lsa ham o'zi zatilkasi bu yoqqa qiyshaydi. Hozir misol uchun men bu narsani juda ham yaxshi bilaman, lekin o'z paytida e'tiborsizligim, bilimsizligim tufayli bilmaganman. Shuning uchun обязательно bolangizni boshiga qarang. Onasiz baribir ham chiroyli farzandlaringiz bo'lishini istaysiz. Bu videoni olishimga ham sabab mendagi bo'lgan xato boshqa onalarda bo'lmasin dedim. Video foydali bo'lgan bo'lsa, albatta kommentariyada fikringizni yozib qoldiringlar. Xudo xolisa farzand tarbiyasi bilan bog'liq yana foydali maslahatlarimni berib borishga harakat qilaman. Albatta super onaman deb ayta olmayman, lekin o'zimga yarasha bilim va tajribalarim bor. Пока-пока. Подписка kutamiz. Da Mahmud. Пока-пока. Yana sizlardan iltimos qilmoqchi edim, fikringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Mana bu yangi blogim
то есть aktiv rivojlantirayotganimga endi bo'ldi. Shuning uchun sizlardan o'zinglarning fikringlarni va qanaqa yana videolarga ideyalar xullas dildan gaplashamiz. YouTube kanalimda iloji boricha hayotiy videolarni ko'proq qo'yishga harakat qilaman. Albatta ekspertlik faoliyatimga bog'liq ham videolar bo'ladi. To есть aralash qilib yurtaman o'zim xohlaganimdek. Подписка bo'lishinglarni kutib qolaman. Meni qo'llab-quvvatlaysizlar degan umiddaman.